Salom hammaga, Hansol YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videoda xudo xolasa albatta kino teatri ochyapmiz, mana jigarlar. Nega qilamiz? Короче, bu kino teatrdan ochish maqsadi nima desanglar, hali nimasi bo'ladi endi video davomida bilib olasiz. Endi nima desang, Hansol qisqa kinolar, qisqa kinolar. Qisqa kinolar. Qisqa kinolar. Endi hali naqa bunga qarab endi yaxshi o'qish bilmadim men. To'g'ri bilmadim. Nima deyapti? Oching deyaptimi buni? Tozalab chiqish kerak ekan. Yo'q. F nima deyapti? F urar ekan, akalar urar ekan. Niki bormi tepasida? To'xtang aka. Nima? Kamila. To'xtaychi. Voy. Uzr. Atela qilmadim, opa, uzr. Yaqinlashmang, opa, uraman. Opa, yaqinlashmang deyapman men sizga. Endi aytishlaring mumkin 3 ta bolasini 3 ta bolali xotinga urasa, o'zi uryapti, akalar, men urganim yo'q. Qaraylik kelishini, qarang, недовольный kelyapti. Onang. Ana o'lib qol. Ya, o'lib qol. Biz qatdan kiramiz bu yerga? Bizga можно ekan, kiraverar ekansiz. Vo, kassa есть. Endi aytishlaring mumkin, ana 3 ta bolasini o'g'li tutmaydimi deyishlaring, tutmaydi akalar, xotir olmaydi. Endi o'zi majbur qildi-da, akalar, men unaqa qilmoqchi emasdim. Men sinab ko'rmoqchi edim. Nima qilar ekan deb sinab ko'rmoqchi edim. O'zi qildi. Qarchi, o'ziga tilab oldi. Men bunday qilmoqchi emasdim. Men farishta. Men bu ketmayapti. To'xtaylarchi, boshqa narsa bilan qilib qo'ydik. Bu boshqa narsa. Ba'zi narsalar boshqa narsalar bilan ketadi. O'rgimchak to'g'rilarni ham olsak, qani endi shaharlarda nima bor ekan? Qani? Bu yerda ham kassa, 3 ta kassani nima keragi bor? Biz nima qilamiz? Biz bu anaqamiz ekanda. Qani bittirgan? Endi ayollarga ham hali nima qilay? Bir xil ekan. Bir xil bo'l. Bet nima? Bet tozalash anjomlarimiz bor ekan. Bella. Bo'ldi, hech narsa kerak emas. Fanar nima kerak bizga? Fanar kerak bo'ladi, akalar. Kerak bo'ladi. Qani nima deyapti bu hozir endi bu? Furnituri sotib oling deyapti. Biz yana nima sotib olishimiz kerak? Hozircha shuni olaylik, akalar. U nimaligini ham bilganim yo'qmi? Bu bepulga berdi bizga buni. Olib ko'rish kerak ko'proq, akalar. Chipsda, balki chips yaxshi narsa, olib ko'rish kerak. Endi u keladimi hozir? Pikuchi perifrom. Keldi akalar, keldi. Ana keldi. Qani? Qayerga qo'yamiz buni? Bu X bilan aylantiradi menimcha. Adashib ketdim. X bilanmikan? Alt bilan shekilli. Yo'q, alt boshqa narsa. Left. Nima bilan buni qilib aylantirib, to'g'ri qo'yib olsak bo'ladi. Bo'pti, buni burchakka qo'yib turaylik, bo'lmasam bu to'g'ri bo'lmayapti. Mana. Shetdan aylantirib. To'xtaylik, endi buni aylantirishi bo'lishini bildik, endi menga qo'yamiz. Mana. Bo'ldi akalar. Bo'ldi, shu biz ko'tarib, chips osmonda qo'ygan. Endi buni taxlab yuboramiz endi. F deb bossak, F o'tvorar ekan. Q qo'yib qo'yar ekan.
Ol buni. Olib turib, RDC mana. Mana. Akalar pichak ketdik. Yo'q. O'sha chipslar olib kelyapmiz. Ahlaki tashlaryapmiz. Qani. Hop, ana. Hop, bale. Endi narxini ham qo'ysak bo'ladimi? Biz buni 239 dollar olganlar. 2 barobar foyda qo'yib. Insof sari baraka. Akalar unchalik baja 5 dollar qo'ymaylik-ku, insof sari baraka deb qo'yishganda endi. Biz narxini qo'ydik akalar. Endi mana cho'nakka kino qo'yamiz. Endi akalar aytishlaring mumkin. Odamlar hozir uyda qo'yib qo'ysa bo'ladi-ku, kinoni uyda ko'rib qo'ysa bo'ladi deyishlari mumkin. Tabiiy. Endi akalar bu yerda men boshqacha kinolar qo'yib beraman. Qanaqa kinolar ekansizlar, zo'r kino. Ishonaveringlar menga. Mana bir bola degan kinolarimiz bor. Shunday kinolardan qo'yib beraman. Baxtli vali o'qib ketishadi. Xotira olmaylasizlar. Buni sotib olar ekanmiz. Bu kinolarni bir marta qo'yib berarmizmi yo qayta qo'yaverar ekanmizmi-ki-na? Nima deyapti bu? Manimcha biz sotib oldik. Yana sotib oling deyapti, manimcha. Bo'ldi, unaqa qilma. Bo'ldi, boshqa sotib olmayman. Nimadirdi bu sotib oling deyapman, tushunmayman. Bor kashinsiga. Movi ha. Bu chiroq sotib oling degan ekan, metini o'qimabman, o'qima. Uni yeyman. Uzr akalar, uzr. Hayajonlanib ketdim, nima deysiz? Endi ana kino ko'p oldirib, hayajonlanib ko'p qo'ydizu deyishlaring mumkin. Bo'pti, mana chiqdi. Voy. Nima qilamiz? Buni 1ga qo'yamiz. Buni 2ga qo'yamiz. Buni 3ga qo'yamiz. Buni 4ga qo'yib turib, qo'limizga yana bitta olamiz. Kel. Qani? Qanaqa kiramiz? Bu yerda kirib, kirdik. Akalar, yo'q, kino teatrida qaranglar. Endi akalar kino teatringiz kichkina ekanini deyishlaring mumkin. Endi akalar ham yo'q, kichkina yo'q. Kichkinada ish ko'p. Akalar, kichkina bu kichkinalik-da. Mana kinomiz qo'yildi. Endi nima qilamiz? Nima deyapti? Put more content. Endi peki proyektor qo'yish kerak. Buni tashavorchi. Yaxshi. Endi birni olganda buni ham tashavor. Ikkini olib turib, buni shekka qo'yib yuborsak. Qo'ymayapti. Bu qo'yib bo'ldi shekilli, menimcha. Tashavor. Menimcha o'zi ichida hech narsa qolmas shekilli. 3 ta bo'lsa qolmas. Chunki bu olmayapti-da, akalar. Bu kino bilan almashtirib ko'raylik. Tashlab yuborchi buni. Ol buni. Fayda bos. Yo'q. Fayda bosib ham bo'lmayapti. Qayda bosib ko'raylik. Qayda bosib ham balo ham bo'lmayapti. Fayda bosib ko'rdik. Mana. Bo'ldi, akalar bo'ldi. Qayda bostirib, paloqqa chekib qo'ysak, endi 4-kinoyimizni qo'yib qo'yaylik. Shu kino qo'ylarmikin? Magadir bu nimadir deyapti-da. Put more up into the project to contact your tab.
Hadi bas buraya. Dragon. Bu. 10 level, 10 level. Baloqiston deyapti. Tushunmadim bo'ladi. Hop. Nima deyapti? Maksimalni qilib qo'ydik. 88 bo'ldi. Endi bo'ldimi? Nima deyapti bu? Ha! Onasini emsin. Endi yetib bordi. Okay. Ya, nimaga bu? Ajoyib missiyalar bor ekan, okay. Endi akalar kinolarni olib kelib qo'ydik. Mana ismlarini ulab qo'ydik, svetlarini ulab qo'ydik. Endi hali naqa qilib xolalarni urmaymiz. Ha, yaxshi yo'lga qaytdik biz. Biz tirikchilik ochib keling deyapti endi. Opa, Lili, bitta hammasini bolasi bor ekan. Осуждаю. Noto'g'ri tushunmaylar. Prosta ochkisi chiroyli ekan-da. Endi uni ochkisi yo'q edi deyishlaring yo'q, bor edi. Ha, bor edi. Prosta men shunisiga qarab, ochkisi chiroyli. Nima endi, shuni aytiraveramizmi? Welcome. Kutib oling deyapti. 5 ta odamni kutib oling deyapti. Qachon kelishadi? Voy, biz mashhurligimiz bitta emizcha emas ekan onasini yemsin. Zakto bizda $100 bor. Ha, bizda $100 bor. Ha, keldi bilan. Nima qilamiz bilan? Ha. Oling aka. Bo'ldi. Men sizga bitta chipta akajonim. Men. Bering. Shunday pulda olmay bo'laman. Hech pul qaytish kerak sizga. Total $20 bizga. Блять. 5. Shuni $2 ga qo'yib qo'ysa bo'lmasmidi? 1 10. To'g'ri bo'lyaptimi? Ana. Bo'ldimi? Nima qilamiz endi? Bo'ldi aka. Endi ana shunaqada 1-2 martada sekin tushunib olamiz akalar. Ha. Va to'g'ridanmi? Oling. Sizga можно opa любой joyda o'tiravering. Necha dollar? 30 ming. Vayda, bu atel izdivaysa qilyaptimi bular? 10 4 qani? Bo'ldi. Pulingni olib ket. Voy, klient ko'paygan. Yo'q, hey. Qani? Nechidan? 2 adam joy beraman aka sizga. Sizga farqli bu joyda o'tiraverasiz, barcha. Mana shunaqa qilib, onasini yetsin. Oddiy. Bet hammasiga mana shu ozgina 19 sent ham qaytish kerak shekilli bu ifloslarga. Bular hammasi cho'ta ashna qilyapti-da endi. Hammasi 19 sent qaytargizyapti-da. Endi kino teatrda hammasini to'lib ganimizdan keyin voy iflos kartang yechib olish kerak ekan. Okay, $5. Nimaga 3 ta deyapti? Menga $5 kerak-ku. Ha, prosta bu anaqasi. Bo'ldi akalar. Ishlarimiz 5 bo'lib ketyapti. Ko'ryapsizlarmi? Nechta odam qaddordi qaranglar. To'rga beramiz. Nimaga ketib yordinglar sizlar? Mana. Ichkari, men kutib olish shekilli. Mana. Bering aka. Necha $? Oling aka. Oling. Siz nima? 2 ta chips. Qani? Birinchi pulini. Akalar, endi biz kinodan ham foyda qilyapmiz. Onasini siz chipsdan ham yoraveryapmiz-da. Ko'ryapsizlarmi? Biznes deyiladi bu. Biznes akalar. Bular hammasiga shuncha pul qaytish kerak emas. Oling aka, oling. Nima deyapsizlar? Qani?
Hatta klient ko'p bo'lsa mettanglar qo'yib yubordilar ekan. Vo, $150 bo'ldi akalar. Yana bitta klient ushlasak, missiya bajariladi. Shu bilan missiya Alloh akbar bo'ladi. Siz bular pakanamikin yo bolamikin ha? Opa keling, zo'r kinolar bor, zo'r kinolar bor. 10 minut, 20 minut, 1,5 soatliklari ham bor. Shu bu chekdimi yo hovur chiqardimi? Va hovur chiqardi shekilli. Kelar og'izdan nafas oldi menimcha. Kelinglar kino ko'rib keting. Onasi hech kim o'tmayaptimi ha? Akalar men ularni qiziqtirish yo'lini topishim kerak. O'zi nomni zo'r qo'ydik, qisqa kinolar yoki 3 ta ha qo'yaylikmi? Yoki Ali sayti nomini qo'yib yuboraylikmi? Ha, o'da Ali kelin chaqirish uchun deyman-da endi. Nimaga kelmayapti hech kim? Obrat, 10 minutlik, 20 minutlik, olasiz yarim soatlik kinolar bor. Ya bu chekyaptimi? Chekyapti. Okey. Chiqar, menimcha loy bo'lmadi. Nimaga kelmayapti hech kim? Kino yana bir dona zal qoldi. Shu kino yana qorish kerak. Saligini bekor ketib qoldi. Shuncha odam bor edi. Men bitta klient tusholmadimmi? Opa, ishoning, zo'r kinolar bor. Keling ko'rib keting. Ana, opa gapimga ishon. Qani. Sotish tezroq sotish kerak. 3 so'mdan beraman sizga, opa. Baxtli bo'lib ketasiz. Qani nech pul? 5.81 ketdi. Opaga ketdi. Aka, ishoning, kinoni ko'rasiz, maza qilasiz, aka. Ishoning. Mayli. Ikkita birdaniga ikkita anaqa ham olishar ekan bular. Ikkita bilet ham olar ekan. Bolasiga ham olar ekan. Yo'q, men halillaqa kinolar taklif qilmoqchi edim, endi bu noto'g'ri yo'lga tushib jigarlar. Nima? Ikkita bolasi, ikkita ekan. Sirtor bilan beraman sizga. Bo'ladimi, opa? Qani, oling, opa. Qani, hech pul. 50, 25. Necha qaytish kerak sizga? 10 qilib turib, 3, ana. Qani, boring, opa. Kinoni ko'ring, maza qiling, opa. Meni navrimda. Sizga necha kishiga? Bir kishigami? D1dan beraman. Aka, chayib qilib ko'rasiz. Orqada. 581 sent. Qani, ketdi, opa ketdi. Bu oltiga niyatlari bor ekan opani. Davay, bu oltidan bering, opa, siz maza qilib ko'ring siz. $4. Ya, uning nimaga? Qaytib balobomni olib olsak bo'lmaydimi? Boring, opa, kinoni ko'ring. Qani, sizga bitta o'rin-a, S1dan ekan. Davay, opa, mana sizga bilet originali bizda. Ketdi, boring, opa. Ikkita kishiga ekan bu safar. Qani, 1, 2, davay. Mana, ikkita biletingiz, opa. Tak, $8. Biz bunday qilamiz. 1, 2, 3, 3. Necha bo'ldi? Ha. Bo'ldi, ketdi. Opa ketdi. 3B'dan ekan. Opaga 3B'dan ekan. Opa, yana bering. Ketdi, opa. Opa ham ketdi. Qani? D5dan beraman, opa, chayib qilib ko'rasiz. Voy. Nima? Uni kiyib oldingiz qishda. Opa, suv o'tmasmiki yo hali? Yo'q, haliginde opa. Endi opani bilmadim. Qaytib ketvordi klientlar. Yo'q, voy, hammalarni chips xo'rlar ketdi-ku. Qani bering, opa, buni. Hop, 11 sent kerak sizga. Ketdi. Qani, buncha bu chips ko'p emas elasizlar, ha? Ketdi. Qani, opa, ikkita chips olma qattiq botadi. Ishoning siz menga, qattiq botadi, opa. Ketdi. Qani. Bu yerda akalar cho'ta kasrlik qo'yapmiz, bir kino ko'raylikmi? Kirlar akalar, halillaqa kino, halillaqa. Ana, ali, ma'nali, otalar so'z akalar, noto'g'ri tushunmayapsiz. Bo'ldi. Qani, siz ham qani.
Bir ketdi. Qani necha dollar sizga ham birmi? Ketdi. Qani bular qanaqa kino ko'rishyapti o'zi bular? Gollywoodmi? O, 500. Qani qanaqa kino ko'ryapsizlar sizlar o'zi? Shu. Yaxshi o'tiribsizlar? Qani. Yaxshimi hamma yo'q? Oldidan joy olar ekanmiz akalar, bo'lib basharasi chiqsa qolar ekan. Ha, brat, yaxshimisiz? Kino yaxshi ekanmi? Qisqa ma'nili kinolarda akalar, qana tushungan deysizlar? 3 ta X deganda mana 3 ta Xdan boshlanadigan ismli ajoyib bo'lgan multfilmimiz. Ha, akalar, ha. Ha. Siz ham aldanib kirdingizmi yo'q? O'tkazib olsa ham bo'lar ekan. Vo, rahmat. O'tirib yuribdingizmi siz? Chiqoringlar, chiqish ashetta, chiqoringlar. Yaxshi keldinglarmi? Kino yaxshi ekanmi? Siz nima bu nito yurasiz? Bu qatmida kuchaytirib qo'ygan. Hammalar hojatga. Bu bolalarning ketib qolyapti. Bolalarning ketib qolyapti. Bolalarning ketib qolyapti omma. Qani? Uzr. Asojday bakana. Uzr. Ayjonlari ketdi. Opalar keldi. Qanaqa kino ko'rasiz, opa? Luboydan bu. Qanaqasini qo'yib bering. Birdan beraman sizga. Davay, oling opa. Qanaqa ko'rasiz? Voyda, bu izdivatsiya qilgandek qilyapti-da, borku. Uni nima neto qaytib olibman. O'talar nima qilamiz? Uni vo, akalar ko'p qaytarib oldik. Nima qanaqa qilsa bo'ladi? Sotmadimmi hozir? Nima qilasan sen? Kino ko'rib bilachki. 3 kishigami? Bular ko'rpasdan keldi akalar. 1 2 3. Davay, olinglar. Qani nech pul? Mana shunaqa ozgina qaytsa bo'lar ekan. Olinglar. Kinoda ko'ringlar. Qani, sizga nechta? Sizga A to'g'ridan beraman. Qanday oldida ko'rasiz aka? Ishoning. 580. Bir bosing aka. Sizga qani? Sizga A5 deb beraman, opa. Qanday qilib ko'rasiz? Qani bering kartani. 581. Boring opa, qanday qilib ko'ring. Qani sizga bir kishiga. Yo'q, mayli, oling opa. Ashdan ko'rgiz keldimi? Ko'ring, maza qiling. Mana davrimda. Nima turibsiz? Siz qaytim olmaysiz-ku siz. Iplos qaranglar, qaytim olmoqchiman men. Opa keldingizmi? Bu 3 tami sizlar nima birga qiziqib qoldinglar? Qani 34 dollar afiyet. Boring opa, maza qilib ko'ring kinoga, men davrimda ko'rib qoling. Sizlarga metdan bersam joy to'laydi endi. Nimaga 3 kishi, 3 kishi ekan bular. Endi aka siz nariroqda ko'raverasiz. Endi hali uchalalarning 3 xil joyda endi holi ko'rasizlar deyman-da. Oilaviy kelishgan aka kino ko'ramiz deb endi alohida ko'rishaversin aka. Billa ko'rdingizmi? Zato hammasi ham bitta kinoda ko'radi-ku. Sizga 5 dan beraman aka. Ya bo'ldi, ketganingiz yaxshi bo'ldi. Nima bu chips olmayapsizlar? Chipsim ustiga, chipsim ustiga popdi. Keling aka, sizga pul yechib olish kerak. Necha dollar edi? 489. Ko'payib ketdi. Markaz qilsam bo'ladimi? Boring aka, maza qilib ko'ring. Qani, birinchi xona shu unaqa deb tugar ekan. Bizlar ko'ringlar akalar. Nima o'tirib bo'lmayapti? Endi qiziqish akalar, biz qanaqa kinolar qo'yib beryapmiz? Yoshlikda eslaymiz-da endi.
o'zi yoshlilar edi, mana shu film ko'rganmisizlarmi? Esim bolajondan buni film qo'ymas edi. Qo'yardi, shunga o'xshash qo'yardi. Mayli, ko'raveringlar, men hojat-pojatlarni qarab kelaychi, tashqarida hech kim video nima qilgan yo'qmi? Qilib uraman akalar, kimdir ana qilsa. Voy, akalar ko'rdinglarmi? Voy, iplos. Iplos qilgan ishini qaranglar. Qani? Yo'q, betterlarda yo'q. Xarosh. Yaxshi, voyda, o'g'il bola. Voy, onasini emsam, yerga siyu. Nima deyapsiz siz? Office number it is. It's manager, this your island it. Shu olamiz akalar o'sha joyga kelganda. Yangi anaqa ochildi. Akalar, yangi anaqa ochildi. Yo'q. Chiqdinglarmi? Vayda, tozalab qo'yishimga kirishadi u iplozlar. Bu nima? Bit nima? Tak, shunday bos. Yo'q, akalar, o'sha biz yopildik, uzr endi. Yopildik. Bor ketlaring. Yopildik biz, yopildik. Ha. Yo'q, yopildik. Ketinglar. Endi akalar bu indamay kasal ja ko'payib ketishdi-da. To'g'risi ham-da. Ja jonga tegib yangi narsalar sotib olaylik, keyin yana qaytadan qilamiz. Tak. Chip sotib olishimiz kerak. Ikkita kelaversin, chunki ikkita kelgani yaxshi. Bu Taz chips. Bu 36 ta kelar ekan ichida. Olamiz mana shuni. Tak, yana nimalar ochamiz deb. Drinksdan ham ikkita, suvdan ham ikkita olamiz. Waterdan ikkita olsak, ko'p-ko'rni ham ketdi. Bitta olaylik shundan. Ko'p-ko'rdan ham oldik. Bular hali bor ekan, bizga qorni katta bo'lib ketsa keyin berar ekan. Furnituradan bizga nima kerak? Bu haqiqatda kerak narsa akalar. Kino, menimcha kinoga chicha bormi? Bundan ikkita olsak, hozir chipslarni ko'paytirib qo'ydik. Vayla pul yetmayapti. Mana toptirdik. Nimalar keldi yana? Mashina deyapti. Hali bular kerak emas akalar, bular prosta suvenirda. Kinolar. Endi kinolarga menimcha chicha bor akalar. $128. Yangi kinolar chiqsin, bunga qarab sekin pachem qilamiz. Tak. Keldimi buyurtmalarimiz? Keldi, buyurtmalar keldi. Voy, qani? Buni ham shekka qo'yib yuboramiz. Tak. Chiqing. Bo'ldi. Jannatga. Tak, buni ochish kerak. Ochish uchun farizani buni yo'q, qilmas. Onasini esa kanal qil. Ra deysiz turib. Juda buni nito aytib qo'ydinglar akalar, nima esinglar bu ko'rin o'z turibdi-da. Tashab turaylik shuni-da. Tak. Buni och. Tak, terib olamiz. Nima bu termayapti? Tushunmayapman. Qadamiki yo'q. Qadam emas-da akalar. Suvlarga boshqa qanaqa olish kerakmikan? Chipslar teraveraylikchi bo'lmasam. Chips, och. Nimaga termayapti bu? Faqat
ochiq payt kirarmikin yoki terarmikin? Cho'ta termayapti-da bu. Ha, mana endi terdi. Bo'ldi akalar, bo'ldi. Tushundim. Men bor uzurman. Ozgina tushunmadim. Yana tushundim. Ozgina emas, ancha tushunmadim. No endi shunasi to'g'ri. Endi bunga nima qilish kerak? Bunga haqiqatdan ham bo'lmadi. Qandaydir yo'q, akalar bo'lmayapti. Qaranglar, uni sichqonchaning ikkala tarafi ezilmayapti. Yo'q. Menimcha faqat bunga chips kerakda, bor-ku. Bo'lmayapti akalar, bo'lmayapti. Hamma narsani ezib ko'ryapman. Bor-ku, bo'lmayapti. Set cleaner shift. Yo'q, bo'lmayapti. Hech narsa bo'lmayapti. Foydasi yo'q. Yo'q, bo'lmadi akalar, bo'lmadi, to'g'risi. Shu sekin chips qo'yib turaveramiz shekilli. Ready is. Tak, terror. Mana, bu bo'lyapti. Bunda bitta desam bo'lib ketyapti. Bu faqat chips uchun-da. Bir bo'lsa bu anaqalar bor-ku. Hali chip anaqalar uchun chicha bor menimcha. Boshqa qani bundan bitta o'rnaylik. Cho'ta anuriga ham kinoda ham juda ko'p bor deydi. Boshqa kino qo'ysa-mikin a? Yangi boshqachalardan. Lekin buni sekinlashga qo'yib turaveramiz. Tak, tursin. Endi ochsa ham bo'laveradi. Lekin hojatxonalarni ham tozalab olsa yaxshi bo'lar edi. Qani kim sip qo'ydi? Yaxshi bu safar hech kim siymabdi. Qani kimda baba? Yo'q, hech kimda yo'q. Qani bo'ldi. Tak, bo'ldi. Endi ochsa bo'laveradi akalar. Tak. Biz oldin ochmadik-ku. Kelinglar, kech qurin, mana kech qurin. Ha, keyingi kunga o'tish. Davay, ketdik. Keyingi kunga o'tdik. Tak. Nimadir berdi bizga. Nima bu? Wow, bizga bitta yulduzchali anaqa berdi. Yo'q. Shu bizga bitta yulduzchamiz bor jigarlar. Yo'q. Bu to'g'ri. Chani. Yo'q. Bol bitta yulduzchamiz bor jigarlar. Shu biz bitta yulduzchamiz bor. Shu urvinda bu, o'ylayapti, shu katta urvin bu. Qani? Uraman hozir. Kimdir urashi? Urayotgan vaziyat kelmayapti-da, bor-ku. Kimdir kinoga to'satdan kirib ketsa, nimadir qilsa uramiz akalar. Yomon uramiz. $2,000 years later. Короче, bu so'ra akalar hozir tepadan telefon qilishdi. Kelin haqida kino qo'ymasak bo'lmas ekan. O'sha avtoritetga to'g'ri kelmayapti ekan. O'sha bitta yulduzchani bizga jo'natishdan maqsad kelin haqida kino qo'ysin deb jo'natibdi. Endi to'g'ri tushunasizlar endi. Men haqiqat endi kelin anaqa qo'ymasak bo'lmaydi akalar. O'sha tepadan yopiladi. Shu bitta yulduzcha o'shuning uchun nima kutyapsiz opa? O'zi qaytim olmaysiz-ku, nima kutyapsiz?
Shu tepadan shu uka qo'ysang qo'y. Bugun senga muhlat, bo'lmasam kino teatringni yo'qoraman. U deb tahdidlar qilgan. Kelin haqida kino qo'ymaslik bo'lmaydi. Men o'ylab qo'ydim. Hop. Bigfoot'ni ko'rib, qaynotasi yo'q. Ha, o'yla. Kechqurun bo'g'riga aylanadigan kelin haqida kino qo'yamiz. Ha, akalar. Kechqurun bo'g'riga aylanadigan kelin haqida kino qo'yamiz, ha. Endi bu mantiqqa ham, anaqaga ham to'g'ri keladigan bo'lish kerak deyishlari mumkin. To'g'ri keladi aka. Ishonaveringlar, sizlar menga to'g'ri keladi. To'xtanglar, kino o'zgartirib keladi hozir, jalba keladi. Uje betda ana quloqlar aytishyapti ekan, o'sha akalar uje bo'lmayapti. Bo'lmayapti. Kinoda almashtirib mana bu kino anaqa haqida edi. Bu ochib qanaqa qilib ochaman? Ha, mana. Bu boshqa ish. Tashab. Mana bunda farik. Mana. Qani buni tashi yerga tasha. Buni ochib tashi yerga. Qani sekin ulab qo'y. Bo'ldi, ulandi akalar. Bo'ldi. Tamom. Eshigini yopib qo'y. Men ko'rsatmayapti? Ha. Buni bunaqasini to'g'rilab qo'yish kerak ekanchi. Bo'ldi akalar. Bo'ldi. Hozir kela haqida hozir kino qo'yiladi. Ha. La. Qani opa? Nima? Birinchi. Hech bu. Nima kutasizlar? Qaytib olmaysizlar. Bu onasini emsin. So'ldidan uzoqdan ko'rasizmi opa? Ha, kela haqida kinolar uzoqdan ko'rish kerak. Bo'lmasa bunaqasi. Qayta. Qatdan qaytarardi? Yo'q, qatdan qaytarardi. Uni emma ko'p. Bu ko'p takalar, bu ko'p. Hop, $70 qaytarsa-chi. Nima ko'rib ne qilamiz? Sotmayman sizga opa, sotmayman. Nima deya olasiz? Qishda ham ashdan kiyinib yuradimi? Bir. Qishda kino ko'raman deb kelibsiz-da. Qani? Nima bu? Qani nechadan? Siz 3 danmi? O'sha ko'rdinglarmi, o'sha kelin haqida kino qo'yamiz deb o'sha hamma orqaga qochib ketdi. Bo'lishi aniq edi bu narsa. Endi tepadan buyruq keldi. Akalar meni ham to'g'ri tushuninglar. O'zi una grinch ishlarga aralashmayman deb qo'ygandim. U maqsadda kino teatr ochmagandim. To'g'risi, u maqsad eng orqasidan beraymi opa? Eng orqasidan beraymi? Siz kinoni bilmaysizda qanaqa kinoligi bo'lsa kirmagan bo'larsiz. Lekin atak men sizga opa, kelin haqida kino ko'rganingiz uchun sizga 1 sent oshiqcha beraman. 1 sent oshiqcha beryapman opa. Keling opa. Sizga ham opani yonidan joy berib yuboryapman. Qani 581. Kel. Kinoyimiz narxi oshib qopti akalar. Kelin haqida kinolar narxi doim naqa bo'lgan uchun opa to'g'ri tushunasiz. Endi aytishlarim uchun noinsof kelin haqida kino qo'yib berib ham shuncha dollardan sotasam deyishlaring mumkin. Akalar endi bu tepadan buyruq kelgan nima qilardik? Bu qimmat kinoda kelin sujetimi o'sha eng orqasidan beraman sizlarga ham. Eng hali anaqalardan ekanda endi tushuninglar. O'zi qisqa kino qo'yib berganimiz ham yaxshi edi o'zi. Yo voy, ochib qaranglar. Chips o'rlari va hammasi. Qani, necha dollar? 489. Qani, keting. Nechta sizga? Voy, nima qilasiz shuncha chips? Chips yeyish uchun kelganmisiz lekin? Nechta sizga? Voy, nima qilasizlar shuncha chipsni? Nechta dollar? Necha dollar degani? Bo'ldi opa, boring kinoni ko'ring.
Opaga o'xshab bitta olmaysizlar. Nimaga qaytar mana bu pulni qaytar. Qaytar. Sotmayman sen. Rostida akalar bu pulni biz qiynalib sotmaymiz. Pulni qanaqa olib sen? Yo'q, bu qo'yish kerak. Qani opa 3 tami? Birinchi 14 67. Boring opa. Qani qilib qo'y. Qaskin qani. Ko'raylikchi, yaxshi ketyaptim keyin haqida. Ana akalar, aytdim-ku bo'riga aylanadigan anaqa haqida dedim-ku men. Mana u kelin, mana u kelin. Mana u qaynota. Qaynota negir bo'lib chiqdi. Kelindi nima qilgan? O kelindi orqasiga. Vo, asli juda yo'q ekan. Kelin. Voy! Akalar kelinni orqasi bilan nimadir qilibdi bu. Yo'q, dugonalari, kelindi dugonalari. Bittasi qursan. Qaynotasi bilan tepadan hali tushgandan keyin, hali orqasi og'rigandan keyin qursan. Yaxshi. Kino maroqli bo'lgan degan umiddaman, Loyla. Kino maroq bo'lgan umiddaman. Maroqli emas, maroq bo'lgan umiddaman. Endi akalar tushunish kerak. Endi hammani har xil didi har xil bo'ladi. Endi bu bilan men kino haqida kino ko'raylik demoqchi emasman. Endi hayot majbur qiladi. Hayot emas, o'zbek telekanallari majbur qiladi. Ular tashab qo'yaylik. Tak, nima muammo? Ofisda chiqdim, qayerda muammo chiqdi? Yana bitta kino ko'rish kerak, ha. Keling, sizga ham kinomi? Qani, tezda berib olaman. Voyda, afsuslanasiz lekin, aka, ishoning. Afsuslanasiz. Shuncha plyusga ol, naqa. Men davlat tomonidan kelgan bu kinolar, akalar. Men bu qo'ymoqchi emas. Bu galga kelganlar hammasi afsus qiladi, bor-ku, ishoninglar. Yana cho'ndir. 2 To'g'rimi? Bo'ldi. Bu qachon qiynay bularni o'rasimiz. Yaxshi opit, orqaroqdan olib yaxshi qildik. 7 ketdi sizga ham. Qani ketdi. Opa, siz ishoning opa, hayotingizni eng to'g'ri ishlardan bittasini qildingiz bor-ku. Opa, men sizga $1 oshiqcha, $1 sent oshiqchasi o'zbek kinosini ko'rganingiz uchun. Qani, eng orqasidan beraman hammanglarga, shuningdek qilib ko'rasiz. Bo'ldi. 4 ta bilet. Hech 28 kelib turibdi. Akam bildi, xatoligini bildi. Okey. Sichqoncha yo'qolib qoldi. Yangi narsalar ochildi. Keyin anani qani bilishimiz kerak bor-ku, uni suvlar qayerga qo'yishini bilmayapman bor-ku men. Suvlar qo'yilmadi-yu haligida. Suv qo'yilmadi menroq. Men aka sizga ham 1 % oshiqchasiz. Kecha mendan ketibdi. Oling aka. 1 %. Ha, 1 %. 1 % chegirma. Bering opa. Qani 701 mi? Bo'ldi. Oling opa. Maza qiling. Ketib qoldi. Voy. Qani bari? Shuncha chips nima qilasiz opa? 956. Yito ketib qoldi. Ya, nimaga yetib olmas ekan. Juda xursand bo'lib turdim bor-ku. Yetib bo'lar ekanman.
Qani necha dollar? 10,67. Onasini hepsini ochiqcha bersang olishaveradi, lekin ochiqcha bir ikki so'm ochiqcha olsang, yo'q, mana pulimni ber deydi. Onasini ensin, yo'q, bular odam emas. Endi odam. Endi boshqacha odam. Qani 10 dollar. Qani? Xo'sh. 10 turu. Xo'sh, keting. Tak. 89. Tak. Bering size. 511. Boring yo'qda kinoda ko'ring, gap qiling. O'zbek milliy estrada deyman. O'zbek milliy kinolari. Yana o'sha sahna, yana o'sha ifloslik. Qani hech kim chekmayaptimi? Chekyapsizmi siz opa? Hech chekyapti bu. Nima chekyapsan? Nima? Ol. Necha chekding? Yana kim chekadi? To'xta, qayerga ketyapsan? Kino ko'rmaysanmi? To'xta. Kino ko'rib ketasan. O'z kelin haqida kinoda qochyapsanmi? To'xta, iflos. To'xta. O chekish ichish sog'liq uchun zarar akada. Ichmaylar, chekmaylar. Yana kim chekyapti? Ko'raylikchi. Hozir bilamiz. Kim chekyapti? Kimni chekyapsan? Buni nimadir qilib olib chiqib tashlash kerak akalar endi. Maqsad bo'ladi buni. To'xtanglar, vada olib turib buni. Yo'q, vada bilan nima bilan? Kraskalab tashlasak bo'lmaydimi opani? Yo'q, opa shetda turaversin. Opa zo'r turibdi. Qorong'i xonada hech kim yo'q. Hayol opani olib chiqib tashlash kerak o'ylayman. Qani? Endi opa, aka. Opamisiz, akamisiz? Akaga o'xshayapti. Qani ichkarida bitta opa bor. E'tibor qilmasdan kinoda mana sot kirmaysiz siz. Kirmaysiz. Opani eshitdingizmi? O'sha hayol buzildi, opani eshitib. Kirmaysiz. Birdan beraman milliy kinolar. Akalar, men xato qilmayapman, to'g'ri. Da, 2 dollar. Oling yo'qmi? To'g'rimi? Opa o'sha bildi. Ikkinchisi o'tkazsa var opa. O'tkazsa var kelgan opalar shekilli. Judali siqilib qolib, nima qilishdi? O'sha hayotdan depressiyaga tushib qolganda opa, tushunyapsizlar, ammo o'sha uchun kelgan bu. Nima qilishni bilmayman. Oling yo'q. Gap qil. Opalar yonida gaplashib ko'rasizlar bilan. Nima turibsiz? Opa, nima turibsiz? Parichkalar. Parichka zito ekan aka, Parichka zito ekan. Chekib netib hech kim nimadir qilmayaptimi? Yo'llarda. Yaxshi. Sizga 5 dan beraman opa. Bering opa. Nima qilyapsiz opa? Boring, bosh ortishingiz qarang. 2 Mana 3 dollar opa. Oling, qiling. Tak, sizga 6 dan beraman. Oling. Bering pulni. 701 701. Boring opa, kinoni ko'ring. Necha kishi? 5 kishimi bular? 1 2 3. Voy, onasi shuncha klient ketib qoldi. Billa 5 kishilik klient ketib qoldi. Hech kim yo'q. Qani, kim olasizlar? Qani. Xarosh 978. Yo'qoling. 061. Ustuna kulyapsizlar. Boring. Ash 1% berib ketsa nima ekan? 989.
Turu 89. Nima qil. Oy, tezroq bo'ling aka. Vaqtim yo'q, ichkarida yana allan balolar tozalash kerak. Nechta olyapsiz? Bitta chips olasiz, oladiganingiz bitta. Lekin chips ham qolmaganda, bunisi ham bor lekin. Qani, kimdir siyib, chichib, yetib. Endi akalar ayolnikini ham tozalaysanmi deyishlari mumkin. Endi nima ham qilardik? Kino teatr bo'lgandan keyin tozalaymiz. Yo'q, aytishlari mumkin. Endi kiraverasanmi deyishlari mumkin. Endi majburlikda akalar, majburlikda. Bu yo'lga majburan kirib qolganman deydi-yu. Yaxshi ko'ryapsizlarmi o'zbek milliy kinolari? Har doim nima chekyapsan? Nima chekyapsan? Opadan o'rnak olmadingmi sen? Kes qarab opam, kim chekyapti? Nima chekyapsan? Nima chekyapsan desa, To'xta. Sen asab buzdingni. To'xta. Ol. Nima chekyapsan? Mashta yot. Yot mashta. Sen chekmayaptimi boshqa? Qani? Kino teatrda chekib balo bormi? Unda ko'ra kirishga olib yesang, chips olib yesang bo'lmaymi? Qani endi akalar $450 bo'lib ketibdi, qaramayapmi? Taksini pinaklar bizga kerak emas hozircha. Biz asosiysi mebel olishimiz kerak. Mana suvdagi ma'no bo'lsa kerak akalar. Uka, mashina bitta bosib o'raylik. Tak, yana nimalar olishimiz kerak? Olganlari bosh levelda ochilar ekan, furnituri. Bu anaqa magazin, anaqa ko'p ko'rin qiladigan joy, xullas tushundinglar. Tak, endi chips qolmagan. $15 qoldi, olasizmi? Pul ishlash kerak akalar, pul ishlash kerak. Qani? Voyda, klient. Bilan 3 kishilik klient-da, bo'lmasam ku qaramasdim. Qani necha dollar qarash kerak sizlarga? Olaveringlar, 3 sent sizlarga badalga bir-biri tengda. Opalar undan joy bitiramiz. Qani 290 oling opa. Baza qilaman darimda. 30 ga qiynalib qilyapsiz opa lekin. Men $1. Shu $1 ola olmasangiz tura olmaysiz a? Endi aytishlari mumkin o'zini puli bo'lgandan keyin zoyda deyish. $1. Font naqa bizga. K. Ma'nosi nima deyishlari mumkin endi o'zbek milliy kino kelin. Milliy kino kelin fondiga endi $1 foydasi desak ketdi. Qani sizga bir oldidan birinchi $2 boyaga ketyapsa ketaylik. Qani birinchi $290 boring. Qani $5 dan. Qani birinchi $7. Nima $7. Ketdi, opaga ketdi. Qani sana qadam beraman sizga men. Qani $7. Ketsiz ha? Qani onasini hepsi bular kutib ketdimi-yo'qmi? Vayda, bu iplos qilgan ishini qaranglar. Ne qilamiz hozir? Mayli, 1 sent. Hozir kino anazarimiz to'ladi demoqchi edim. Yaxshi, xudoga shukr, anaqalar qilinmagan ekan. Voy, buni qo'ygani joy yo'q-ku. Voy, long. X bosib yo'q, buni sotmayman. Bunu kanal qilib turaylik hozircha. Ungacha buni olib turamiz. Suv pullarni hozir mashinaga qo'yib yuborsak, buncha kichkina bu. Suvlarni tak. Suvlarni menga qo'yilaydi. Bor,
kimdir chekyapti-da. Cho'ta kimdir chekyapti. Kiming chekyapsan? O'zbek milliy kinosi. Bo'ldi akalar, bo'ldi tamom. Tak, endi suvda joylashtirib yuborsak, keyin chipsdan ikkita aytib yuborsak, buni to'ldirish kerak, po'yning. Tak. Ketdi. Esni och. Qani? Nima termayapti endi? Mana. Terdi. Akalar nihoyat terdi. Qani, bunga tashlab bor. Yana bitta suvda olib kel. Qani, bitta ishchi olsangiz zo'r bo'lardi-ku. Endi ma, keyinchalik. Mana endi chips bilan suv zo'r ketsa kerak. Qani, endi buni narxini bu 8 kelayotgan bo'lsa, yana 5% qo'sh. Bo'ldi yetadi. Bunga ham 5% dan qo'sh. Yetadi. Xo'sh akalar. Chipsni narxini o'zgartirib qo'yish kerak. Yana 5% dan qo'shib qo'yamiz har biriga. 539. Ha, o'sha qo'shilar ekan. Hammasiga qo'shilar ekan o'sha. Tak, yana nima? Ha, keyin anaqa chipslar bilan o'sha bitta narsa aytib o'rishimiz kerak. Nima edi? Ota-ana. Birinchi mebelga kirganda men bularni aytib o'rgan. Yo'q, bu qimmat ekan. Birinchi chips aytib turaylik bo'lmasa. Bo'ldi. Chips. 3 ta qilaylik-da mana shuni. Voy, 3 taga pul yetmas ekan. Taki. Bir bos. Tak. Kino ko'rib bo'ldinglarmi? Rahmat. Ana meni bo'shnab keldi. Yella. Qani. Tervordik. Yana bormi buning ichida? Yana bor ekan. Yo'q, yana ashunchani tashlab o'rayotgan ekanman. Ko'rinmadi. Yuzma e'tiborim bermay, hali har doim ichidan ko'proq chiqayotganiga e'tiborim bermayapman. Qani mashka. Keyin 3 ta dona qolgan bo'lsa, akalar, ana 2 kun yashadik. Ko'ryapsizlar akalar, sekin kuchayapmiz. Chipslar, suvlar bo'lib, keyin yana 1-2 o'yinda yana kinolar ham ochiladi. Yangi o'zbek film haqida kinolarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta videomizga like bosib, buni bilancha qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozdirib qoldirsanglar ham bo'laveradi. Agar 1-2 ta o'ynab chiqishni xohlasanglar, kommentga nomini yozasizlar. Men keyingi videoga albatta o'sha o'yinda o'ynab chiqaman. Video tomosha qilganlar uchun rahmat.